Hammaga salom obunachilar. Biz endi o'yin haqida olamiz. Qani tezligimizni oshiramiz. Voy obunachilar o'xshamadi. Mayli. Obunachilar. Obunachilar shu sig'mayapti. Hozircha biz benzin olamiz. Hozircha yana boshlaymiz. Obunachilar keyin esa hozircha biz shunday boshlaymiz. Obunachilar shu joyda yana shunday o'tirib qolibman. Hozircha kimnidir chaqirishni bilmas ekanman. Chaqirib bo'lmas ekan. Hozircha yangi o'yin edi. Keyin baqiriq ovozlarni eshitolmay sekin. Keyin u uchun ko'p bo'ladi. Yetmay qoldi. Biraz yetmay ekan. Yana bittadan keyin qani ketdi. Obunachilar boshlandi. Yana ekan. Hozircha obunachilar endi tezlashib bordik. Yana o'tolmadik. Hozircha vagon qaysiligini bilmayman. Bu model vagon. Vagon qatoriga esimdan chiqib qoldi. Vagonga kontrol qilib turamiz. Vagon olishni bilib olsam keyin pauzadan chiqib. Buni qo'yib topdim obunachilar. Mana yetmay qoldi. Yana ketdi, boshlandi, ketdi. Bunda mana yana hozircha biz mana shu yerda 45 ga olmoqchi edik, lekin yetmay qoldi. Buni bosish kerak. Mana ketdi, boshlandi obunachilar. Voy, vagon yaxshi ishlamay qoldi. Yana ishayib qoldi. Bundan keyin yana vagon olaman. Ko'p pul ishlash uchun kerak. Hozircha tez borish kerak. Yana boramiz.
Yana boramizda va oxiri munda boramiz. Munda. Mana obunachilar va nihoyat buni olamiz. Mana shuni olamiz. Buni endi tezlashdik sal bo'lsa ham. Va nihoyat men pulni olyapman obunachilar. Shu joyda benzin ham bor, yaxshiroq. Bu nihoyat zo'r hammasi. Benzin tugadi. Hozircha men vagon ustida turib qoldim obunachilar. G'alati, lekin o'rtaga buni qo'yamiz. Va nihoyat yaxshi bo'lyapti. Endi haydaymiz. Obunachilar 1 2 3 ketdi. Benzinimiz yaxshi hozir obunachilar. Va nihoyat yaxshi ketyapmiz. Boya sekin edik va nihoyat tez. Mana endi tez boshlayotganmiz. Benzin sekin tugayapti. Men hali yuryapman bu yerda. Voy. En zo'r joyda ham to'xtab qoldik obunachilar. Endi nima sotsak ekan? Nostak bor ekan. Stoklari yo'q ekan bularni. Bitta rebirth qilsak ekan. Buning uchun hozircha biz mana shu yerdan olamiz. Restock qilamizmikan? Restock nima ekan? Hozir ana nihoyat nihoyat obunachilar ketdi. Mana o'tdik. Uchta vagonli bo'lish yaxshi. Undan ko'ra tezroq bo'lish kerak. Bundan eng zo'r bo'lamiz. Tezroq bo'lamiz, tezroq. Meni kayfiyatim buzilmaydi. Omadim kelyapti bu safar. Nimagadir yonimdan ishqilib zombi chiqmasa bo'ldi deganim. Va tugadi. Hozir biz shu joyda mazza qilamiz. Mana chiqinlar ko'paydi. Hozircha biz rebirth qilmoqchi edik, lekin rebirth uchun yo'q. Hozir biz mana shu yerda shunaqa dashimiz kerak. Shunaqa bo'ladi. Endi sandwich. Speedy. Bularni olish qiyin ekan. Hozircha biz mana shu yerga keldik. Mana shuni olish qiyin ekan. Tezligimiz yo'q ekan. Mana shuni. Nima ekan bular qani? Hozir biz bitta narsaga to'xtab
Obunachilar, mana shu ijod. Mana endi boshlaymiz obunachilar. Va undan keyin zo'r bo'ladi. Kimdir menga qaloq beradi, shu ifloslar bor degani. Hozir obunachilar, undan keyin Minecraft haqida olamiz. Mana zo'r ketdi hozir. Zo'r ketdi, lekin obunachilar. Bunaqasi borish kerak, mana qo'yishayib. Mana bu shunaqa qilib. Voy, bunaqasi o'tolmadim. Lekin hozir biz esa nima qilsak ekan? Bular qanaqa tugaydi? Keyin to'larkan 1 minutdan keyin. Hozir biz spin aylantirib boramiz. Lekin 12 minut ketyapti. Like berishga. Shunaqa ko'p ekan, ko'p yetmaydi. Mana bunisi esa zo'r ketdi. Nima? Nima qilgan ko'rdinglarmi obunachilar? Bunaqa. Mana bunda bunaqasi qayrilib kelsa bo'lar ekan. Hech qanday yo'ldan chiqib ketmaylikchi. Ana bunaqasi qaysam nima bo'lar ekan? To'g'rilanar ekan. Bunisi zo'r. Mana endi obunachilar shu joyida kommentariy yozib qoldiringlar. Undan keyingi qismni o'tkazib olmaysizlar. Keyin zo'r bo'ladi. Hammaga xayr obunachilar deyman. Va hammaga xayr obunachilar. Va sizlar bilan ko'rishgan do'stlar zo'r. Bunda va hammaga xayr obunachilar. Va sizlar keyingi filmni o'tkaza olmaylar va keyingi qism chiqishini xohlasanglar obuna va like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr. Hammaga let's go, hammaga xayr.